Xitoyda yirik krossoverlarga bo'lgan qiziqish tobora kuchayib bormoqda. Masalan, Xpeng kompaniyasining model qatorida allaqachon yirik G9 va GX krossoverlari mavjud. Endi esa yana bir katta krossover G9L debyutga tayyorlanmoqda. Yangi Xpeng G9L odatiy G9 modelining yanada rivojlangan va kattalashtirilgan talqini hisoblanadi. Biroq kompaniyaning eng yuqori flagman GX bilan ichki raqobat yuzaga kelmasligi uchun uzunligi 5 metrdan oshadigan Xpeng G9L faqat 5 o'rindiqli salon bilan taqdim etiladi. Aslida o'zining yirik o'lchamlari tufayli G9L bemalol 3 qatorli va 7 o'rindiqli krossover bo'lishi ham mumkin edi. Uning uzunligi 5120 mm, kengligi 1999 mm, balandligi esa 1782 mm, g'ildirak bazasi 3100 mm ni tashkil etadi. Unda savol tug'iladi: agar G9L o'lchamlari bo'yicha flagman GX ga shunchalik yaqinlashgan bo'lsa, Xpengga ikkita deyarli bir xil yirik avtomobil nima uchun kerak? Javob esa avtomobilning o'lchamida emas, ularning vazifasida. G9L va GX o'lchamlari bir-biriga juda yaqin bo'lsa-da, ular turli xaridorlarga mo'ljallangan. GX Xpengning yirik oilalar uchun mo'ljallangan to'liq o'lchamli flagman SUV. Uning asosiy ustunliklaridan biri 3 qatorli 6 o'rindiqli salon. G9L esa aksincha 5 o'rindiqli avtomobil bo'lib qoladi. Ya'ni 3-qator o'rniga yo'lovchilar uchun ko'proq joy va katta bagaj taklif qilinadi. Boshqacha aytganda, GX ko'proq odam tashish uchun, G9L esa 5 kishiga maksimal darajada keng va qulay avtomobil taklif qilish uchun ishlab chiqiladi. Shu sababli G9L ning 3100 mm lik g'ildirak bazasi GX ning 3115 mm lik bazasiga deyarli teng bo'lsa ham, bu ikki model bir xil vazifani bajarmaydi. G9L ning katta o'lchamlari 3-qator uchun emas, aynan 5 o'rindiqli salonning kengligini oshirish uchun ishlatilgan. Demak, xaridorga tanlov qilish ham ancha tushunarli. 3 qator va 6 o'rindiqli kerak bo'lsa, GX. 5 o'rindiqli yetarli, ammo imkon qadar keng salon va katta bagaj kerak bo'lsa, unda G9L. G9L tashqi ko'rinishi Xpeng brendining zamonaviy dizayn uslubida ishlangan bo'lib, kuzovdagi silliq va soda chiziqlar bilan ajralib turadi. Katta GX modeli singari yangi G9L ham 2 qavatli old optikaga ega. Kunduzgi yurish chiroqlari esa avtomobilning butun eni bo'ylab cho'zilgan. Orqa qism dizaynida esa katta yangilik yo'q. Bu yerda kuzovning butun eni bo'ylab cho'zilgan yaxlit fonar va bagaj eshigiga o'rnatilgan spoilerni ko'rish mumkin. E'tiborlisi, yangi G9L tez orada Xitoyda taqiqlanishi kutilayotgan kuzov ichiga yashirinadigan eshik tutqichlari bilan jihozlangan. Xpeng 9L 20 dyumli g'ildiraklar bilan jihozlanadi va hozircha boshqa o'lchamlar taklif etilmagan. Yashirin eshik tutqichlaridan tashqari, zamonaviy Xitoy avtomobillari uchun yana bir noodatiy jihat — old oyna tepasida lidar sensorining yo'qligi. Shunga qaramay, G9L ilg'or avtopilot tizimiga ega. Ushbu tizim Xpeng kompaniyasining 3 ta Turing sun'iy intellekt protsessori asosida ishlaydi va ularning umumiy hisoblash quvvati soniyasiga 2250 trillion operatsiya qayta ishlash tashkil etadi. Bundan tashqari, tizim ikkinchi avlod VLA sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanadi. Xpeng G9L krossoverining interyeri katta GX modelininkidan keskin farq qilmaydi. Interyer zamonaviy Xitoy avtomobillariga xos uslubda ishlab chiqilgan. Jismoniy tugmalar soni minimal darajada, haydovchiga qarshisida ixcham uskunalar ekrani, markazda esa multimedia tizimining katta sensorli displeyi joylashgan. G9L salonining eng qiziqarli jihatlaridan biri 91 ta bosim sensorli bilan jihozlangan o'rindiqlaridir. Ushbu sensorlar yo'lovchining tana tuzilishini aniqlaydi va elektr sozlamalar yordamida o'rindiq holatini unga moslashtiradi. Jihozlar ro'yxatidan orqa qatordagi yo'lovchilar uchun to'laqonli stolcha, bir nechta harorat zonasiga ega sovutgich hamda 33 ta dinamikdan iborat audio tizim ham o'rin olgan. Bagaj bo'limining standart hajmi esa 1152 litrni tashkil etadi. Faqat elektr energiyasida harakatlanadigan oddiy G9 modelidan farqli ravishda yangi G9L Xpeng kompaniyasining hozirgi strategiyasiga muvofiq 2 xil to'liq elektr va gibrid versiyalarda taklif etiladi. Boshlang'ich elektr versiyaning og'irligi 2600 kg bo'lib, u orqa o'qda o'rnatilgan bitta 367 ot kuchiga ega elektromotor bilan jihozlanadi. Xaridorlarga 8 voltli arxitekturaga ega 2 turdagi batareya, litiy temir fosfat hamda nikel marganet kobalt batareyalari taklif etiladi. Hozircha ularning sig'imi ma'lum qilinmagan, biroq batareya turiga va versiyaga qarab G9L bir quvvatlanishda 672 km dan 805 km gacha masofani bosib o'ta olishi mumkin. Tezkor quvvatlash tizimi ham alohida e'tiborga loyiq. Atigi 9 daqiqalik quvvatlash orqali yana 450 km yo'l bosish uchun yetarli energiya olish mumkin.
Orqa uzatmali versiyadan tashqari ikkita elektromotor va to'liq uzatma tizimiga ega G9L ham tayyorlangan. Ushbu versiyaning umumiy quvvati 585 ot kuchini, og'irligi esa 2740 kg ni tashkil etadi. To'liq uzatmali versiya faqat nikel marganez kobalt turidagi batareya bilan taklif qilinadi. Xpeng G9L gibrid versiyasining kapoti ostida 1,5 litrli 150 ot kuchiga ega turbomotor o'rnatilgan. Biroq bu dvigatel g'ildiraklarni to'g'ridan-to'g'ri harakatga keltirmaydi, balki litiy temir fosfat batareyasini quvvatlash vazifasini bajaradi. Akkumulyatorning sig'imi hozircha oshkor qilinmagan. Orqa uzatmali boshlang'ich gibrid versiyaning og'irligi 2675 kg. Elektromotorning quvvati esa 286 ot kuchini tashkil etadi. Ushbu variant faqat elektr energiyasida 350 km gacha masofani bosib o'ta oladi. Ikki elektromotorli va to'liq uzatmali gibrid versiyaning umumiy quvvati 503 ot kuchiga yetadi. Uning og'irligi 2775 kg bo'lgani sababli elektr rejimdagi yurish zaxirasi biroz kamroq, 325 km ni tashkil etadi. Kuch qurilmasi turidan qat'iy nazar Xpeng G9L barcha versiyalarida maksimal tezlik soatiga 200 km bilan cheklangan. Xitoy avtomobil nashrlarining taxminiga ko'ra, Xpeng G9L narxi qariyb $44500 atrofida bo'lishi mumkin. Bu taxmin Xpeng model qatoridagi qo'shni avtomobillarning narxlarini hisobga olganda mantiqan to'g'ri ko'rinadi. Chunki oddiy Xpeng G9 Xitoyda qariyb $37000 dan boshlanadi. Flagman Xpeng GX narxi esa taxminan $58500 atrofida boshlanadi. Shunday qilib, yangi G9L narx va imkoniyatlar bo'yicha G9 hamda flagman GX o'rtasidagi o'rinni egallashi kutilmoqda.